10 ming dollarga qo'chqorib boshini ushlab turdi mana kallasini. Nima paroda bu? Arashan zotli paroda. Arashan kecha akangiz bilan gaplashuvdim, mashina 10 mingga ham bermayman debdilar. 10 mingga berilmaydi. Bir qochkaga dollarga? Yo'q, berilmaydi 10 mingga. Sotiladigan narsa emas-da bu. Yo'q, faqat zotga. Zotga, bolasini olishga. Kallani qarang, kallani ko'rsatgan. Bu qani kallasiga o'xshaydi. 10 ming dollarlik qo'chqor, lekin 10 mingga ham sotilmaydi bu. Gap yo'q lekin, jo'yi nechida chiqargan mana? Sigara 170-180 degan. 170-180. Masaj qilsa yo'qar ekanda, har kuni masaj olar ekan. Masaj oladi bu har kuni. Bulardan zot olinadi. Mana shu sog'lig'ida, mana shu bolalari bor, aka. Nechta bolasi bor mana shu qo'chqorni? Hop, bu yil 19 ta bola oldik bundan. Mana shu narigi tarafda ham. Yo'q, oxirida mana ham ikkita. Mana shu ikkita qator mana shu qo'chqorni bolalari. Mana shu liniya. Urg'ochiga qo'chqoriga qildimiz, solganmiz. Yoshiga qarab hammasi ajratilgan. Bular ham xuddi shunaqa qo'chqor bo'ladi. Qimmat qo'ylar bular. Zot olishga. O'z quloqdan ko'rib turibdi. Arashan, toza arashan. Bolalarning o'zi nech puldan, qo'zilarni nech puldan sotiladi? Yo'q, o'zimizga hobbiga o'sha seleksiya qilib, hobbi uchun boqamiz, sotish uchun emas. Xudo xolasa biz boshqa qo'chqorlarga kelganmiz. Boshqa ikkita qo'chqorlarni baraka qilib oldik. 125 ming baraka berdilar. Chin ko'ngildan barakamiz, xudo xolasa. Barakasini bersin. Xudo xolasa hozir to'g'ramiz ikkalasini. Bu sotiladigan narsa emas ekan. Bundan faqat liniyasi bor ekan. Zot olish uchun, hobbiga, tomoshaga zo'ridan zo'ri faqat sizlar uchun azobunachilar. Ikkita qo'chqor 125 ming baraka bo'ldi. Azobunachilar. Voy, chempion bular. Qarang. Bo'ynini qaranglar. Qo'chqorlarni. To'shini qarang, to'shini. Hamma sizlar uchun zo'ridan zo'ri so'yladi bizada. Kelasizlar, kelaverasizlar. Salomat bo'linglar.